Mahliyo Asqaraliyeva to'ydan maxsus reportaj. Hamma tanishlarni ko'rdik. Dilnoza Kubayeva aktrisa, litseyda birga o'qiganmiz, institutda birga o'qiganmiz. Jamshid Umurzoqov, Dildora Rustamova to'yni olib borishdi. Instagramda mashhur bo'lgan bloger, aktrisalar, xullas hammalar to'yga kelishgan. Instagramda qanaqa chiroyli bo'lishsa, hayotda ham xuddi shunday ular. Bir payt Jamshid to'yni olib borish o'rniga qarasam Dilnoza bilan raqsga tushib yuribdi. Orada to'yni biz ham olib bordik. Bu haqda keyinroq xullas estrada show guruhi eng zo'r qo'shiqlarni ijro etdi. Mahliyo kimga kelin bo'lganini bilgan bo'lsangiz kerak, videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki hammasi haqida bilib olasiz. To'g'risini aytsam, to'yga mehmon sifatida taklif etilgan edim, lekin Jamshid takliflariga ko'ra biz Muxlisa Hajayeva bilan to'yning ma'lum bir qismini olib bordik. Ana undan keyin onalar marosimi ham, onalar tabrigi ham boshlandi va ko'rib turganingizdek o'sha mashhur Begoyim ko'rsatuvining eng go'zal boshlovchisi Nilufar Umurzoqovaga Mahliyo Asqaraliyeva kelin bo'lib tushdi. To'y juda ham chiroyli o'tdi. Albatta kelinchak mana shu xonadonda baxtli bo'lishiga ishonamiz. Biz hamkasblar to'y yakunida uy-uyimizga tarqadik. Bir-birimizni ko'rganimizdan juda ham xursand bo'ldik. Eng asosiysi Mahliyo baxtli bo'lsin.